Assalomu alaykum. Mana bugun sizlarga agar igna o'rtog'ida nimadir problema bo'lsa, o'shani alishtirish jarayonini o'rgatamiz. Misol uchun aytaylik, o'shman bitta sinib qolgan. Birinchi qiladigan ishimiz mana bu yerda simi bo'ladi yoki bo'lmasa anasi bo'ladi. Temiri bo'ladi, o'shani olib tashlaymiz. Keyin qiladigan ishimiz bizga bolg'a va отёртка kerak bo'ladi. Mana shuni qo'yamiz. Bu yoqdan sekin uramiz. Bo'ldi, pastga tushadi. Pastga tushgandan keyin buni nima qilib ko'taramiz. Olamiz. Yangisiga o'zgartirib, tashlab artib, tagini tozalaymiz va qo'yish jarayoni mana bunaqa bo'ladi. Oxiriga borib taqaladi. Shunday bosib qo'ysa joyiga tushadi. Bolg'a bilan urib qo'yasizlar. Bu boshqa problema bo'lganda bolg'ada teshaygan va qo'limizga yog'lik uchun o'zini qo'yib qo'yamiz. Alishtirib shtirma bo'ladi, sababi mana teshaygan. Peshaytirib olishga. E'tiborlaring uchun